Assalomu alaykum vatandoshlar. Xo'p, men Hayit Shavkat Uzaqbayevich hijoma, zuluk va tabobat bo'yicha mutaxassisman. 7 yillik stajga egaman. Bir qancha chekka davlatlarda shu bo'yicha malaka oshirib kelganman. Men bu lavha qilishimdan maqsad bir qancha vaziyatlar bo'lib turibdi. Hozirgi paytda ayniqsa shunday insonlar bizga murojaat qilyaptiki, oxirgi, ya'ni qon bosimi, o'zimizda davlina deymiz, oxirgi holatga kelgandan keyin bizga murojaat qilyapti. Shu borada nima demoqchimanki, 250 atmosfera davlina bilan erta-indin deb bu dunyodan o'tib qolgan insonlarimiz ko'p bo'ldi. Shuning uchun buni qisqagina video qilishga o'zimga bir majburiyat sifatida qabul qilib, sizlarga shuni aytmoqchimanki, 250 atmosfera davlina yoki pasti yuqori ko'tarilish paytlarida albatta avvalambor doktorga murojaat qildingiz. Doktordan oladigan analizlarni tezlikda olib kelishingiz kerak. Chunki nimaga buni aytyapman? Doktor birinchi yordamni qo'ldan kelgancha qiladi, lekin o'sha qon bosimini tushirish, qon bosimini umuman davolash bo'yicha to'liq yechim doktorxonada emas. Doktorlar bizdan xafa bo'lmasin. Sababiki buni bir qancha vaziyatlarda ko'rib turibmiz, buning amalda hech qanday bir foydasi yo'q. Ya'ni eng yomoni, ba'zi bir doktorlar bu borada bir yaxshi bir amaliyot qilayotgandir, bilmadim, lekin ko'pchilik holatlarda kuzatyapmizki, ya'ni больницада borgan, yana davlinasi ko'tarilib borgan odamlarga tashxis qo'yilib, birdaniga boyaga dorilar necha milliondir, 5 million, bittasi aytdi 5 million, birov aytdi 7-8 milliongacha bo'lgan dorilarni oldirtiryapti, osmokallarni qo'yishni boshlayapti. Oradan 10-15 kun vaqt oralig'i o'tyapti hamki, o'sha insonda bu jarayon, bu ta'siri bo'lmayapti. Ya'ni kim qon bosimi yanada battarlashib borgan jarayonlar ko'p kuzatilyapti. Shu vaziyatda bu dunyodan erta olamdan o'tib qolayotgan odamlar ko'p. Shuning uchun men demoqchimanki, avvalambor qon bosimi ko'tarilganda avvalambor borasiz, gemoglobin miqdorini o'lchatasiz. O'sha birinchi yordamda albatta doktor qiladi, lekin tezlikda o'sha tashxis, qon bosimi ko'tarilishi bilan bog'liq tashxis qo'yilgandan mutaxassis hijomatchiga birinchi uchrashing. Ba'zi birovlar kelyapti, bizga zuluk qo'yish kerak, zuluk bilan davo toparganman. Xullas, har xil odamlarda tushunchalar bor. Lekin men sizga mutaxassis sifatida shuni tavsiya qilamanki, avvalambor birinchi o'rinda payg'ambarimiz sunnati bo'lgan hijomani olasiz. Bu albatta birinchi o'rinda mutaxassis kerak. Mutaxassis bilish qiyin emas, sertifikat, nimalarni so'raysiz, diplom, vrachlik mutaxassislari bo'lish kerak. Iloji boricha tabobatdan litsenziya, sertifikatlarga ega bo'lish kerak. Ana undan keyin jarayonni o'sha mutaxassisning, doktorning ko'rsatmasi, ya'ni gemoglobin miqdorlari tekshiruviga qarab turib, o'sha hajjam mutaxassis tarafidan muolaja amalga oshiriladi. Va bu sizga butunlay mana shu sizda kechayotgan qon bilan bog'liq chiripma, ya'ni bosh chanog'ida bo'ladigan bosim bo'ladimi, davlina, ya'ni qon bosimi bilan bog'liq kasalliklaringizda eng a'lo yechimlardan biri bo'ladi. Endi bu o'rinda bitta narsa aytmoqchimanki, birinchi o'rinda o'sha hijomaga tezlikda murojaat qilishingiz kerak. Hajam o'sha oladigan joylar tochkalari bor, qon bosimini tezlikda tushirishga erishasiz va bundan keyin giyohlar yordamida ma'lum bir vaqt beriladi. Giyohlar bilan o'zingiz bir davolak nima ichib, boshqa qilib nima qilib turasiz. Ya'ni kimgadir bir hafta, 10 kun, 15 kun, 20 kun qonni tezlikda o'zingizga nima yig'ib olish, endi buni jadal tilda aytaman, yig'ib olish bo'lgan oraliqda sizga o'zi tavsiya qilib aytadi. Ondan keyinga mana 3 marta birdan kurs olib olganingizdan keyin, o'sha kursdan keyin birdaniga men tavsiya qilgan bo'lardim, zuluk ya'ni greda nimasini qo'yishligini. Sababiki zuluk qo'yilganda o'sha qonda ichkaridagi shlak, boshqalar ham eruvchanlik, o'shalarni chiqarib mana kindikka qo'yilganda o'shandan chiqishlar kuzatiladi va siz ham qonni suyultirishga erishasiz. Tez fursatlarda sizga eng ajoyib yechim sifatida sizga mana shu qon tomir muammolaridan tez xalos bo'lishga mana shu narsalarga olib keladi. Shuning uchun u yoqqa, bu yoqqa professor deb o'tirish kerak emas. Bu yechim mana shu oddiylikda. Faqat shunga shu e'tiborliroq bo'lish kerak, chunki vaqt o'tkazib qo'yib, u yoqqa yugur, bu yoqqa yugur, dori-pora qilib yurishning mutlaqo sizga keragi yo'q. Birdaniga keyin yana bir narsani aytmoqchimanki, ko'pchilik doktorlardan iltimos qilardimki, trombopal as, ya'ni qon suyultiradigan dorilar sifatida odamlarga tavsiya bermangizlar. Chunki bu narsa
qonda bo'layotgan bilyashka bo'ladimi, qonda tiqilmalar bo'ladimi, tomirdagi o'shalarni yurishtirib yuboradi. Sizga men oddiy joylar tilida tushuntiryapman. Ya'ni kapillyarka joylar eng ko'p joylashgan miyada bo'ladimi, boshqa organlarda bo'ladimi, o'sha joylarga borib tiqilma hosil qiladi va o'sha joyda ishemik yoki gemoragik yorilish bo'ladi yoki qon yetib bormas holati bilan insult, infarkt degan narsalarga olib kelishi mumkin bu holatlar. Shuning uchun trombobol asti hijommadan keyin, zulukdan keyin ichib yursangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu narsalar juda ham bu sizga o'ylamanki bas qatadi. Ba'zi bir insonlar nima qilishini bilmasdan bunga yugurib yurganlarga eng oson, eng oddiy usuli mana shu. Yechim sizlarga shu. Bizni agar bilmoqchi bo'lsangiz, biz yana Samarqand viloyati Nurobod tumani, Nurobod shahrida O'zbekiston ko'chasida joylashganmiz. Bizni manzil so'rayotganlarga bildirish sifatida aytib o'tmoqchiman. Ko'pchilik so'rab qolyapti. Telefonimiz yana erkaklarga to'liq aytaman. +99 850 886 0075. Ayollarga ayol kishi olish kerak, erkaklarga erkak kishi olish kerak. Ayollarniki +99 893 358 0281. Bunga murojaat qilasiz. Ayollar bo'yicha qanaqangi muammolar bo'lsa, ayol kishi o'zi murojaatga qarab tavsiyalarni qo'yib beradi. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Videoni ko'p nima qilib o'tirmayman. Mana shu yechim uchun mana sizlarga, vatandoshlarga mana shu kimda-kim shu muammolarim bilan sizda og'riqli narsalar bo'layotgan bo'lsa, bizga murojaat qiling. Hammaga sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik.